Qishloq ahlining umumiy quduqlari bor edi. Undan hamma chelak bilan suv chiqarib, ehtiyoji uchun ishlatardi. Vaqt o'tib quduqqa chelak tashlasalar, arqonning o'zi qaytib, chelak chiqmaydigan bo'lib qoldi. O'zaro maslahatlashib, kimnidir unda nimalar bo'layotganini bilib chiqishi uchun tushirmoqchi bo'lishdi. Oralaridan bir yigit chiqdi, lekin u shart qo'ydi. Quduqqa tushish uchun arqonni boshqalar bilan birga uning akasi ham ushlab turishini istashini aytdi. Hamma hayron bo'libdi. Odamlar uni akasini topib kelishdi. So'ng yigit quduqqa tushdi. Ichida bir daraxt shoxi borligini ko'rdi. Chelaklar o'sha shoxdan o'ta olmay bo'sh chiqayotgan ekan. Uni boshiga ortib, pastdan turib arqonni tortishlarini buyuribdi. Quduqning og'ziga yaqinlashganida hammani ko'zi shoxga tushibdi. Nimqorong'uda shox ularga allanechuk maxluq bo'lib ko'rinibdi. Hamma qo'rquvdan arqonni tashlab qochib qolibdi. Faqat uning akasigina inisini hayotidan xavotir olganidan